Ha, hoşullah avazınla yaxşımı? Keşliginglar hayırlık bolsun. Mening bir g'o'rzim yutib ketgan. Shu g'o'rzimga qarqo'lni tekkizgan, shu qarniyatga yozgan bir she'rim bor deb keşlik aramingla sunmoqchi. She'rimning temisi ko'chamizda bir o'g'ri, sho'shab ketgan bir o'g'ri, g'o'rzimni tutilib so'yib bir o'g'ri. Ko'chamizda bir o'g'ri, marab yotgan bu o'g'ri, tinchlik davrida fursat topgan bir o'g'ri. Eshnaga bormasang, haqninkini olmasang, xo'rzimni so'ymasang, nima bo'lar bu o'g'ri? Yo'qitversak bo'ladi, o'g'il degan muhoni, so'rab kirsang beratdim, sana bira to'xoni. Ko'chamizda bir o'g'ri, daryodagi kitlardek, yo'rg'labla yuridi, xuddi lolma itlardek. Ko'chamizda bir o'g'ri, och qolgan bir o'g'ri, haqning uyda bo'lmasa, qandoq qilar bu o'g'ri? Ko'chamizda bir o'g'ri, dendab ketgan bir o'g'ri, 10 qo'shnim bor meningki, 9'i pak bir o'g'ri. Bu she'rni anglagandan keyin mening xo'rzimga qarqulon tekkizgan qarniyat o'g'ri. Buningki bundaq ishingni tashla. Sen noyab boshqalar po'qyamdi.